Assalomu alaykum. İmronbek Saranda Biznes kanali obunachilari. Do'stlar, İmronbek, boyvachcha ketdingizmi o'g'lim? Qanchaga bank ketdingiz? 1 milliardga. 1 milliardga. 1 milliardga ozgina qoldi. Biz 10 mingta qilsak, xudo xolasa o'g'lim. Nechta bo'ladi pulimiz-ki? 1 milliard. 1 milliard bo'ladi. 1 milliard topib nima qilamiz-ki? 290 mingni anaqa uy olamiz, uy solamiz. Katta hovlilar solamiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, o'g'limiz İmronbek shu kanalni yurgizib turgan, mana shu parrandalarga qarab turgan, har kuni bog'chadan ketishdan oldin qaraydi, suviga, doniga. Bog'chadan kelib yana shu yerda qaraydi, qorovullaydi, ko'chada behuda o'ynamaydi. Bu mana bizga daromad keltiryapti. Mana do'stlar. Xullas, do'stlar, buni yo'lamiz bekitib qo'yganimiz sababi ko'plab ochib chiqib bo'ldi bizda. Jo'jalar juda ko'payib ketdi. Mana do'stlar, mana ba'da ham ochish jarayoni ketyapti. Pultanoqchalar. Tayi to'la jo'ja. Yana ochish davom etyapti. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Mana qora boshlarimiz ham ochib chiqib bo'ldi. Mana bu uydagi uylarimizni ham bo'shatdik, mana buni bo'shatdik. Buni birinchi bo'shagan. Bu uyga menimcha tuxum qo'ymadi shekilli, shu 3-chisiga nimagadir. Ular bitta ikkita ochganini olyapmiz do'stlar. Buni tadam yotib hali. Kurkalarimiz ham mana o'ta go'zal turibdi. 10 kilo desam Instagramda bittasi aka boqqandan 10 kilo chiqmaydi dedi. Tortib ko'rdim 9 kilo. Necha chiqdi? 9 kilo 600 ming shunaqa chiqdi. Hozir 10 kiloga balki borgandir. Balki hali ham bormagandir. Eng kattasi. Mana otabosh, qorabosh, otabosh. Endi do'stlar jo'jalarimizni kelsak. Mana jo'jalarimiz. Mana do'stlar. Shu yerda o'zida 100 ta. Chiqar, uni chiqarib tashlab. Mana do'stlar, shu yerda o'zida 100 ta jo'jamiz bor. 100 tadan ham oshiq. Bu tomonda ham bor 10 tacha. Hali u o'rtada yotgan o'rdalar jami xudo xolasa birinchi sezonda minimalni 200 solsak, birinchi hosilda, ikkinchi hosil bor. Voy. Quyonchalarimiz do'stlar. Mana shu qoldi xolos. Bir ajoyib narsa bo'ldi do'stlar. Mo'jiza bo'ldi, xullas. Men uchun mo'jiza, yana bilmadim. Kim bilsa, mana bu yerdagi quyonimiz bor edi. 6 tuqqandi. Rosa 8 kunlik bo'lganda bolalari ko'z ochilmas. Enasi o'lib qoldi o'zimizda. Tushunmadik nimaga bunaqa bo'ldi, qanday bunaqa bo'lib qo'yganini. Lekin shu 6 ta bolasini molni sutidan berdim jicha, qaynatib berdim. Boshqa qildim. Tuzatib yana tirik qoldi do'stlar. Hozir narsaga yemga kirib qoldi bular, yeyapti. Keyin do'stlar mana qalampirlarimiz ham shunaqa solyapti endi. Qalampir shunaqa solyapti, endi yeyapmiz, tugamayapti. Yeyapmiz, tugamayapti. Pomidorlarimiz ham sop tashadi shunday. Sinagrodchamizga bunaqasi 2 metr, bunaqasiga 2,5 metr chiqadi. Faqat qalampir yaxshi ko'raman, achchiq qalampir ekkanman pomidor bilan. Dog'li pomidorlar pissa, achchiq shakaroblarni qilib shekdi o'zida. Bosvorlar mana so'rida. Xullas do'stlar, quyonlarimiz tirik qoldi. Hayron qoldim. O'lsa kerak deb o'ylab turdim, yo'q o'lmadi, yaxshi. Balki Xudo xolasa yashab ketar. O'g'lim mehrimiz ham shu pol uyda boqyapmiz. Biz nima yesak shunaqa yeyapti, endi bolachalari o'ldirib qo'ymaslik kerak kerak. Umidsiz bo'lmaslik kerak ekan. Xullas do'stlar, enasi shunaqa bo'lib qolgan taqdirda sinov bo'lib iloji boricha uyga kirib, mehr berib, olib kirib qaralsa, o'sha 6 ta ham katta bo'lishi mumkin ekan do'stlar. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.